Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Manaki pomidorlarimiz juda tez suratda o'zini o'sishini davom etmoqda. Lekin biz kunora bularni mana bachkilarni olib turishimiz kerak. Bularni tez havo olib turishimiz kerak. Manaki o'sha bu hosil chaylangan. Xo'p, mana o'sha mevasini ko'rsatib boryapti. Manaki mevasi. Manaki o'sha 3-yarisini, 4-yarisini ko'rsatgan. Shuning uchun biz kunora bachkilarni mana lishni bachkilarni olib tashlab turishimiz kerak. Agar olib turmasak, buni hosiliga, qiladigan daromadimizga, hammasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun tezda kunora aralab turishimiz kerak. Hurmatli vatandoshlar, bu jarayonlarni asta-sekin sizga ko'rsatib boramiz. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Sog' bo'lasizlar.